Salom onajonlar deb videoyimni boshlamoqchi bo'lsam, o'g'lim onajonlar demay, qizlarjonlar deb boshlang deb aql o'rgatyapti. O'g'lim hozir qizlar o'qish bilan band. Bunaqa ishlarni faqat onajonlar qiladi deb so'zimda davom etyapman. Chunki yosh bolasi bor onajonlarga murojaat qilib gapiryapman. Ko'pincha biz har doim desam ham bo'laveradi. Ujinda ertaroq qilamiz va shomgacha posudalarimni yuvib, oshxonalarimni bir sidra yig'ishtirib, ishlarimni kun davomidagi ishlarimni tugatib olishga harakat qilaman. Shomdan keyin esa xuftongacha bolalarim bilan hammamiz to'planib uyda o'tiramiz. Bolalarim aqlvoy ko'rishadi, dars tayyorlashadi. Men kitobim bo'lsa o'qiyman, gaplashamiz. Shunaqa qilib vaqt o'tkazamiz. Unaqa chuqur tozalamadim, aziliklar ishlatmadim gazimga. Bir sidra artib chiqdim. Bolalarimni o'g'illarim artib berdi, qizim oynani artib berdi. O'zim esa shu xolodilnik, u yerga stol ustidan artdim. Shu yerda bitta dumalatib ramner solib qo'ymoqchi bo'lgandim, o'xshamadi. O'g'lim bilan rosa kulyordi. Videolarim o'g'lim olib turibdi. Keyin boshqatdan o'zim solib qo'ydim va menda shunday natija qizlar.